Beshinchi xotinni orzu qilgan erkak. Oltin filmda ishlab chiqarilgan Beshinchi xotinni orzu qilgan erkak filmi ilk marta Yevropada sinema pardalariga yo'l topdi. And lies in north of Afghanistan, where the culture has yet retained its native properties and characteristics from generation to generation, and from people to people. Shu munosabat bilan dushanba kuni 9-Jun Holland sinemochilari va Birlik yo'li tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan yig'inda Beshinchi xotinni orzu qilgan erkak filmi ilk marta Yevropaga namoyish berildi. Ehtifolda bir qator taniqli sinemochilar, farhangiy va madaniy shaxsiyatlar va yoshlar ishtirok qilgan edilar. Ushbu film bosh direktori Siddiq Obidiy film Afg'onistonning shamoliy viloyatlarida suratga olinib, unga Afg'oniston xalqining mahalliy urf-odatlari, uylanish, oila qurish, to'y tomoshalar, mahalliy o'yinlar tamsil ettirilganini aytadi. Obidiy janoblari bu film haligacha xalqaro festivallarga namoyish berilib, yaxshi mavqiyatga ega bo'lganini ochiqlagandir. Ardoqli opa-singillarim, birodarlarim, hammalaringizdan, barchalaringizdan samimona rahmatlar, tashakkurlik qilaman. Uzoq yo'llardan keldilaring, bu yerdan keldilaring, ishtirok qildilaring va huzurlaringni bayon qildilaring. Sizlardan rahmat, tashakkur bormiz. Sizlar hayotsizlar, bizlar hamisha bormiz. Sog' salomat bo'lingizlar. در شرایط این فیلم را البته در فستیوال های متعدد دنیا، فستیوال های اروپایی، امریکا، کانادا، آسیای میانه، هندوستان فیلم به رقابت رفت. در میان 10 فیلم بزرگ دنیا جایزه ها جایگاه بهتری را کسب کرد که افتخارش با فرهنگ و مردم ما هستند. در شرایطی که مجدداً با اشتراک شما دوستایی را که یادآور شدم اینجا با ابتکار دادن کردن و نمایش میخورد، در این شرایط گروه متحجر زن سته، ضد سینما، ضد فرهنگ، ضد آزادی، ضد تمام خواسته های انسانی سرزمین ما طالبان اخیراً طی فرمان سینما، افغان فیلم، موسیقی، تئاتر را ملغا قرار دادند. Ayni holda film namoyishida ishtirok qilgan bir qator sinemochilar va farhangiylar o'z suhbatlarida Afg'onistonda hozirgi sharoitda film va san'at tavajjuhlaridan uzoq qolganidan xavotir bildirib, tashqarida hayot kechiruvchi san'atchilarni o'rtaga kelgan hunariy bo'shlikni to'ldirishda ko'proq harakat etishlari kerakligini aytdilar. Ayni holda ular oltin film bu harakatini ham olqishlab chiqqanlar. امروز جهان صدایشان را نمیشنود. ما از کشور آمده ایم که در اونجا گلون ها خفه شده. ما از کشور آمدیم که درهای مکتب بروی دختران ما بسته شده. ما از کشور آمدیم که امروز جوانان ما زیر تیغ استثمار گلونایشان بریده میشه و صدای زنهای مظلوم شنیده نمیشه. ولی ما درخت تنومند هستیم که در جهان ریشه های خود را دوانده ایم و ثمره از را شما در فیلم زن در آرزوی مرد در آرزوی. Yig'inda Beshinchi xotinni orzu qilgan film ishtirokchilarining sho'ru hayajoni bilan sinema ekraniga namoyish berildi. Filmga rol o'ynaganlarga taqdir va olqishnomalar ham berilgandir. Eslatib o'tish lozimki, Beshinchi xotinni orzu qilgan erkak filmini suratga olish ishi bir qator ichki va tashqi sinemochilarning ishtirokida Jamhuriyat zamonida boshlangan edi. Bosh rolda Afg'oniston turklarining taniqli san'atchisi Siddiq Obidiy va boshqa necha hunarmand rol o'ynagan. Obidiy janoblari bundan oldin ham Osyon, Chopandoz, G'urbat va Tolibon kabi filmlarni ishlab chiqargandir.